Bugün bizler sizlerle Future'ın 4. haftasını ko'rsatadigan bo'lamiz. Mana bizning Future 4. haftamiz. Endi bizlar buni ishini kiritamiz. Future yo'nalishda boshda buni olamiz. Bu tarafga o'tkazsak bizlarda 3 ta futbolchi bor. Gullit, Hazard, Schweinsteiger. Bizlar boshda Gullitni o'tamiz va bizlarga bu yerdan bitta o'ynaymiz. Va sizlarga G998 degan chiqadi va buni olib bu siz buni o'ynab bo'lib sizga bu narsa chiqadi va siz buni olasiz va hammasini 5 daqiqalab o'tsangiz sizga shunaqa 3 ta pak beradi va siz 3 ta ushalasini ham olishingiz kerak. Va bu yerda behimingiz va biz bu yerga o'tsak, bu yerda biz yana bu o'yinni o'tamiz va bizlarga va bu yerdan olamiz pullarni. Buni ikkitasini ochamiz va bu ikkitasini bu narsada ochamiz va bizlarga narsa olmadi va behimingizni narsa bizlar olasizlar, lekin men o'zim olmayman. Men 3000 yo'qdan shu joyga olmayman. Men sklad bo'limdan bularning hammasini o'tdim birimlab va men buni sizlarga ham ko'rsataman. Buni qalay olaman, ertaga buni olaman. Bu 3500 ni ertaga ochaman va sizga video tushiraman. Bu bo'lib pak bu yerda hadlar o'ynaydi va menda 3000 bu yerda Crespo, Gattuso, Küller, Crouch. Bularning men hammasi kerak emas. Menga taqaman bularni. Lekin menda eng qiziq narsa bu. Bu yerda menda bu fragment men 807. Men bu fragmentga eng birinchi bo'lib Alphonso Davies va men ikkinchi narsaga o'tsak va bu yerda bizada Nesta bor va shuni olaman. Boshqa hammasi kerak emas. Uchinchisi chiqdi. Bu yerda Hazard, Beckham, Magalhaes, Fullinger. Sizlarga tavsiya Cafuni va Hazardni oling. Bularni olmang, bu ikkalasini olmang. Sababi Hazard bilan bu yaxshi va Antony bularni olmang. Goatni oling, bu Antonyni oling. Agar sizda yetsa 807 va menda tarkibimda emas. Adminga bosamiz va bizada bu pakni bu yerdan o'yinchilar ochamiz va bu yerga kiramiz. Va hammasini men biroz yig'dim. Hammasini qo'shamiz. Hammasini qo'shib chiqamiz birimlab turib. Hammasi esdan chiqmadimi? Hammasini qo'shamiz. Hammasini bitta-bitta qo'shib chiqamiz.
bizada mana o'tdik. Bunaqa narsa chiqdi. Va bularni qo'shsak bizlarda nechta bo'ladi va 700 necha uchi va bizada 1837 ta fragment bor qadasa va men shuga boyaga aytganlarini olaman. Hali men yana 4-chi narsani kutaman va yo'ldan keyin ochaman. Mening sostavim 116. Tak, mana men sostavim. Sizlarga mening ismim kerak bo'lsa, mana ismim, mana mening ismim. Bo'lmasa mana sizlarga kerakmi, kerak emasmi bilmayman. Mana ID bizlarni shunga tashlab yozib olasiz va bo'ldi. Ertaga men poklab ochaman va shuni sizga tushiraman. Bu yerda Japanning tavsiyalarini o'tirasiz. Bu yerda men hammasini birimlab o'tib mana va bizlarga menga buni hammasini o'tamiz. Bizga bu pakni beradi va bu pakda men 112 o'yinchini tushirib oldim. Bu yerdan tushirib olasiz. Buni qayerdan olamiz? Buni qayerdan olsangiz so'rovga javob qaytarasiz. Va menda 100 fragment bor. Men 3 ta o'yinchini oldim. Va bu yerda ko'p inson menga aytdi, bu yerda Braziliya narsasi chiqadi va ko'ramiz shu Braziliya chiqadimi. Buni qayerdan olamiz? Bu fragment испытанияni bosamiz va magazinga bosamiz va bu yerda ikkinchi o'tiradi. Bu istora nachi deganda bosamiz bizlar. Natijada bosamiz va men uni bu yerda turadi. Bu ko'taradigan hamda bu narsa bor. Shu yerda bu narsa bor ham bo'ldi. Sizlarga tavsiya, agar sizda 15.000 bo'lsa, bundan ikkita oching. Siz bundan ikkita oching, menga esa hazar tushib ketdi. Hozir shu sababli sizga nasib etdi. Buni ochasiz. Video qiziqarli bo'lgan o'ylayman. Sizlar like bosib ona bo'linglar. Ertaga videoni olaman. Sizlar bilan ertaga video chiqadi. Video versiyani olishni tushungan bo'lsangiz, sizlar video versiyani olishni tushuntirgan deb umid qilaman.